Ashi noto'g'ri ish qildingiz siz aka. To'g'ri emas. Javobini beramiz aka. Siz menga aytishingiz kerak edi aslida. Meni foydasiz chiqmashi ham mumkin deyishingiz kerak edi. Chiqmasligini men bilmayman aka. Siz alkatezga fulan desam, yo'q fulanmayman dedingiz. Chiqaningiz? Yo'q, siz ashini boshida aytmadingiz shu narsani. Men sizga aytdim, kecha kech paytga desam, bo'ldi. Perigar gupilyapti. Perigar dedingiz siz. Perigar emas-da ashi. Kecha kech paytga narsani-yu, ishchi chiqmaydi u, hozir kelsin. Faqat odam aldayapsizlar sizlar. Aldayotganimiz yo'q. Aldadingiz hozir. Xizmatga xalaq beryapsiz aka. Ashundan oldin siz gapirishingiz kerak edi menga. Sizga gapirdi, tushuntirdi, hamkasbingiz sizga tushuntirdi. Hamkasbingiz menga boshqacha tushuntirdi. Yordam beradi dedi. Aka, yordam deyapti. Pulasiz ishtirok mana bunaqa, siz mana bunaqa deb tushuntiryapti sizga. Anani ishtirok anaqasi jarimasi mana bunaqa. Gapirmadi jarimalar to'g'risida. Aka, jarima to'g'risida gapirmadingiz umuman. Qaytib ichmaysizmi? Tushuntirish xati dedingiz. So'rayapti sizga. Xolis oldi. Men sizga aytdim, aka kecha kech paytga takrorlanmaydi dedim. Qur'on o'qimaganmisiz? Pravani o'qiganman. Siz majburlamadim hech kim? O'zingiz yozdingizmi? Siz menga yo o'zingiz отказ qildingizmi? Tibbiy ko'rikdan o'tishdan bosh tortyapsiz, ichgan to'g'risida gap aytganingiz yo'q. Yo'q, tibbiy ko'rikdan o'tishimdan oldin, xolislardan oldin siz menga aytgan gapingizni aytyapsiz. So'radim-ku, yana nima qilishim kerak? Pullayman. Aka, baqabki, bor, nima qilasan deb aytib sizga jarima ham qo'yiladi, ishtirok mana bunaqa. Yo'q, yordam qilamiz deganinglar uchun men sizlarga anaqa qildim. Men sizlarni 136 yozishinglarni bilganimda men aytardim, manaqa deb. Tushuntiryapti. Sizlar yolg'on gapirdinglar menga. Tushuntiramiz aka, videoda turibdi aka, xohlasangiz qo'yib beraman aka. Videoyingizni u tushuntirishdan oldin anaqa qilmadingiz-ku. Qilmasdan oldin xolis odam so'rayman, o'tsangiz bo'ladi-yu, xolis turibdi-yu, begona ikkita odam sizni tarafingizni olyapti shular ham. Aka, qanday? Ularni to'xtatib olib, pravasini olganingizdan keyin ular nima deydi? Qo'l qo'yib beradi. Pravasini olib xolislik qilib berasizmi deyapsiz. Siz oldingiz so'rayman-ku, keyin beryapsiz pravasini u bolalarni. Nima qilasiz? Qoida bizga yo'q, sizga xolis. Ashuna qilib ben xolis qilaman. Qanaqa qilib qiladi? Pravasini olib turib xolislik qildirami? Nima qiladi xolis? Siz oldingiz xolislik qilib so'rashim kerak, siz oldingizga. Pravasini olmasdan aytsiz bo'ladi ularga. Ikkala xolislik beradi. Qilmayman deydi keyin. Xolis kimligini bilishimiz kerakmi? Siz oldingiz so'raymiz, to'g'rimi? Ismi sharifini so'rasiz ham aytib beradi-yu aka. Shaxs aniqlamaguncha hujjat bo'lmaguncha shaxs aldasham mumkin-ku. Qayda mashinasi hamma yo'q turgandan keyin. Aka, ismi shaxsini aniqlab, siz oldingizda danizini yozishimiz kerakmi? Xolis oldin so'radingmi? Sizlar meni aldadinglar, bilasizmi? Nima aldadik? O'sha xolisdan oldin aytishki, aka yordam qilamiz. Aka, sizga belgilangan tartib ma'muriy bilan rasmiylashtirildi. Xolislar ishtirok eting. Rasa yolg'onchi ekansizlar vashi. Rostini gapirish kerak odam. Ashinga anaqa qasamyod ichgansizlar. Rost gapirishga. Men sizga kecha kech paytki deyapman. Perigar kelmaydi-yu. Qayerda keladi? Kulasiz. Nima qilib yig'layman endi? Kechgasiz Muhammad. Sizlarning maqsadinglar shuni yozdirib olib turib, ashundan prosent pul olish. Ashuni aytish kerak edi. Manaqa deb. Men vodiydan keldim deyapman sizga. Chiqmaslik kerak. Odamni bunday tushuntirish kerak edi. Tushuntirildi aka sizga. 50 marta tushuntirmaylik. Xolis oldida qayta so'rayapmiz sizga. Yo'q deyapsiz. Mana videoni qo'yib. Atay so'radingiz-da ashuni meni tushunmaydi bu qonunni deb turib, meni mana shunaqa ishga olib turib, keyin anaqa qilyapsiz. Odamlar qanaqa ish deydi, o'zingiz boshqa. Men pravaga o'qiganman, qonunga emas. Ya nega filmadingiz bo'lmasa? Ashuni aytish kerak. Aka, meni tushunib ko'ring, balki kelmas deb. Mana barakat topkir sizdan qayta so'ralyapti. 3 marta ham 4 marta so'rayapti mana. Turibdi-yu mana. Nima ichgani, xo'sh? Aka, mana ovqatingiz aka. Ana. Mashina oldin so'rash kerak edi. Aka, hali bunday paytda keyin yozildi-ku sizga protokol. Qildirib olmasdan turib. Aka, keyin yozildi-yu protokol. Protokol. Men sizga yordam beradi deb turib qildim. Qanaqa yordam beradi ishchi odamga, aka? Men sizga bugun ichdim demayapman-ku. Ne iflamaysiz? Pergarz bilyapti-yu, aka. Bugun ichmadimmi men? Siz bugun ichmaysiz. Qani boshligingiz chaqiring. Kelsin boshligingiz.
Boshligingiz ham kelmayapti-yu mana. Keladi, nima qiladi? Trassada o'tyapti hozir. Dur kelmaydi. Ha, qayda trassada? Sheringiz ham deyapti. Tushundingizmi? Tushuntirmadinglar sizlar menga. Nima tushuntiring? Tog'a. Siz menga aytdingiz, tushuntirish xatini yozdirayotganda sherigim yordam qiladi dedingiz. Men sizga aytdim, kecha kech payt dedim desam. Nima qildingiz? Desam. Kecha kech payt edi u pivo ichganim dedim. Bugun emas dedim. Desam sherigim ana qiladi. Siz